Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Yerki Bulan jeb bilan boshladi, chap qo'lda ham. Nikulin uzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Yerki Bulanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Yerki Bulanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tiborga Yerki Bulan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'ziga g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3 nuqtaga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin.